Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik Drabilga jodu apparatlarni so'rab turgan ekan. Shu agroservis do'konlariga yangi partiyada jodu Drabilga apparatlarimizni kirib keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumotni berishni boshlayman. Xo'p, ko'pchilik so'rayapti-ku, "Uka, meni molim bor, qo'yim bor, chorvadorligim bor. Shuning uchun menga Drabilga kelib o'tlarimni, somonlarimni, poyalarimi chiqarib ishlatmoqchiman" degan ekan. Shu xo'p, Drabilga apparatlarimizdan yetib kelgan. Bu tomondan ho'l, quruq o't hashilar sonasida o'zi avtomatik tortib kirib ketadi. Qo'lingizni oqgacha tiqish shart emas. Mana shu joyda o'zidan qo'ysangiz, o'zi avtomatik tortib kirib ketadi. Ichkari tomondagi pichoqlar o'zi maydalab, sizga xohlasangiz tepadan o'tadi, xohlasangiz pastdan o'tib bera oladi. Bu tomondan esa makka mardagi bug'doy so'salarining 10 yorma darajasiga olib kelib bera oladi. Motorlari ham yaxshi indikatorli motorlardan qo'yilgan hisoblanadi kelar. Bu turdagi motorlardan xohlasangiz shu holatda o'zini ichidan chiqadigan motorni qo'yib oldiring, xohlaysiz boshqacha misli alyuminiydan qo'ydirib olishingiz mumkin bo'ladi kelar. Xohlaganlarga Drabilga apparatimiz, xohlagan jodu apparatimiz, ammo jodu apparatimizni hop bunda ho'l, quruq o't, poya kiradi. Bunda hech qanaqa makkani solmaysiz, bug'doyni solmaysiz. Bu unaqa chiqarmaydi, faqatgina ho'l, quruq o't, hashi, somonlar chiqaradi. Ishtomidagi pichoqlar esa 4 qatorli pichoq hisoblanadi kerak. Bir tomoni kesadi, lekin ikkinchi tomoni o'zi nima qo'ygan, ikkinchi tomoni o'tmas bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni aylantirib qo'yib olaverasizlar. O'zidan shunday tortib kirib ketadi. Skorlari ham mavjud. Yirikroq, kaltaroq, o'rtacha holatda chiqarib bera oladi kerak. Undan keyin tepasida bunkerli varianti, ho'l, quruq o't, hashi, pashilarni tiqasizlar, o'zi avtomatik olib kirib ketadi. Bundan ham yirikroq, maydaroq, o'rtacharoq qilasizlar. Tepa tomondagi bunkerlarda olma, polma, po'choq-mo'choqlarni tashlasizlar, chopib bera oladi. Bunimizni ham ko'rib qo'yasizlar, pichoqlarning ichida 6 pichoqli variant hisoblanadi kerak. O'zini avtomatik ichiniga kirib ketadi. Motorlari ham yaxshi baquvvat motorlardan bo'ladi. Tepasida indikator motorimiz hisoblanadi. To'kingiz necha tok ishlayotgani hammasini ko'rsatib olishingiz mumkin bo'ladi. Kelsa shu yerda ishlatib, tokka suqib, hattoki somonlaringizni ham chiqarib bera olamiz kerak. Mazir Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim bazani birinchi klass qo'ldan hal qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqa chiqib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi qiziqarli videoni o'tib turmaslik uchun pastda obuna tugmasi turibdi. Obuna tugmasini ezib qo'yamiz. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.